Ma chiqayotgan Elon Musk bilan Mayunning bir maydan ma nutug'ini parig'ini islam ko'rganman. Bu 2019-yili Dunyo sunniy ahli iqtidor internet yig'inida Mayun bilan Elon Muskning epag'an bir maydan suhbat nutug'i. Hamda mana buni Musk bilan Mayunning hayotidagi eng ganga bir 47 minut deb tasvirlaydi ekan. Mayun qiziqadiganlar bilishi mumkin, Mayun mosh maydan nutqdan keyin burunqi so'zmanligidan qoldi. Burunqidek nayt pochi oqsaldi chiqib biror meytilarda qaytib ko'rpaqni qo'mayni chatal ketganni uqtuqilki meytidi chiqil bas bulti bu degan zamon makon cheklamish uchirmaydigan ish hozirgi davr degan. Biroq Mayun uning ichiga kirib yo'qab ketdi. Mashina tafsili ko'rpaqsangiz bilasizlar nima ish qashta qo'g'inni. Ems bu zodi nim bo'g'ash. Bu maydon nutqda bu ish zodi nim deyishdi, nim fikr almashdi deganda bu nutq qarsanglar Elon Musk bilan Mayun butunlay bir qatlamalik bir dinjilik odam emas. Mayunning degan gaplarini bildirmoqchi maqsadlarini Elon Musk to'liq tushundi. Biroq Elon Muskning degan gaplarini qilmoqchi bo'lgan bu ideyalarni Mayun qat'iy tushundi. Bu nima deyapti bu deb tushunishni xohlamadi. Bu oliy maktabda o'qib kelgan yosh bilan yerdagi tam tüydeki taşning farqidek farq chiqib qoldi ma'lum nutqni qarsanglar. Elon Musk kelgusidagi fan texnikani mandaq taraqqiy qildirish, ahli iqtidorni mandaq taraqqiy qildirish, shu orqali kishilarning turmushini yaxshilash mandaq qilish degan vaqtda Mayun deydi. Kishilar degan muhabbat bor. Biz insonlar mehr muhabbatlarla yashasak bo'ldi deydi. Musk fan texnikani taraqqiy qilib kelgusi qanchalik taraqqiy qilar? Biz kelgusi yeni qanday foydali ishlarni qilib olamiz degan vaqtda Mayun insonlarda orzu armon bor deb qo'yib Musk kelmaganli bir gapda Elon Musk yer shari muhitini qo'g'dash uchun buningkin amal va quyosh energiyasini elektr energiyasiga almashtiradigan sof muhit bo'lmaydigan bundaq texnikalar to'kliq mashinalar, raketa yasab yer shariga Marsga chiqarish Mondaq cho'ng-cho'ng gaplarni qilyapsa, Mayun torda mallarni qanday qilib tez setish. Hatto mal oldidagi kichik baqqollarning saysetayotgan, mevchi setayotgan shularning bozorini talashib, bularni panga o'qib satsak keyin xalqda ham aza olaydi deb qaranglar. Biz cho'ng bildigan dunyoga boy bizning shovchilarning oldidagi baqqollarning tijoratini talassak qanday bo'lar deb ma'ni xiyol qilyotdi. Shuning bilan torda qarsanglar bu Mayunni bak tillab ketdi. Bundaqda ben Mayun yaratmayman o'shtiganlik emas, Mayunga ben bak amroq, bak qo'l qo'yma buningga. Endi lekin mush maydon nutqdan keyin Nurg'ullar Junguning birinchi beyi deb atalgan bu Mayunning bir quruq aqnanchi pulum ba debla hamma gapni mening to'g'ri deb dal urdigan mushundaq bir üzüç gapdan mushundaq odam kelganlar bak tunib ketdi, bak tillab ketdi. Shu nutqining aslisini tep qarab izlab, pinglunchilar ko'rib baqsanglar bilsizlar. Ko'rib baqsanglarmi bu yerdagi Elon Musk laqim Mayunni bir ko'zgilmagan, yaratmagandek unda ish yo'q. Deb Mayun degan shundaq aqsab turun almoq qo'yib, deb belaq bak pochiga qildi-ku bu Mayun. Yana ashtaqliki Elon Musk shundaq kamtarlik bilan nayti eg'ir besiq monondek kayfiyat qarsanglar. Bu Elon Musk Mayunni shundaq cho'mish qilgan, bilimlik boy deb ona belaq mening gangipimni bu tushundigu. Boshqa odatki insonlar tushungan bilan Mayun bilan o'rtaqlasha olmaymiz-ku degan nimada nayti tuanchiliklar degan. Lekin o'ylimgan yerdan Mayun buning deganlarini ozroq tushundi, buning yaqinmi kelolmay qoldi. Mayun pulumma deb men nima desam to'g'ri deydigan bir holat endi oshkorlanib qoldi bu yerda. Shu ChatGPT texnikasi chiqqandan keyin Elon Musk bilan Jacobo'ga o'rtasida shiddatli bir jang bo'ldi. Nayt kuchli ziddiyatlashyapti. Mushning qiziqamsizlar, qilgan do'stlar, meni Gonjo'qo'y birdan yaxshi yurak urib qo'yinglar. Keyingi sonda mush to'g'risida davomli paranglashimiz.